Bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehrim ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barchalaringizga xayrli kech tilaymiz. Yaqinlar tabrigini ashaddiy kuzatuvchilari, 14-iyul sanasi tabriklarimiz davom etadi. Ayni paytda Kattaqo'rg'on tuman Payshanba shaharchasi Alisher Navoiy mahallasidamiz. Salohiddin bobojonlarini tabriklaymiz. Do'stlarga tabriklaymizmi? Ha? Tayyormisizlar? Muhammadjon, sovg'alar bormi? Birgalikda ketdik. Tabr zo'r bo'ladi, nasib bo'lsa ketdik. Assalomu alaykum, Fayzi xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, barchalaringizga xayrli kech tilaymiz. Bezovta qilgan bo'lsang, men bor o'zi. Shu xonadonning ustuni bo'lgan, qalqoni bo'lgan Husan akamning bugun tug'ilgan kunlari ekan. Imkon bo'lsa, o'zlarini va xonadon mehmonlarini bitta chiroyli gulduros qarsakiylar bilan kutib olamiz. Bayramlar muborak bo'lsin, marhamat. Taklif qilamiz. Bayramdek bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, qadrli qarindoshlar, qondoshlar. Barchalaringiz ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yaxshi niyatlar ila bugun Husan akamning xonadonlariga tashrif buyurib, Husan akamni tabriklayman deya tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Husan aka, assalomu alaykum. Ustoz, assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Bugun Husan akamning tug'ilgan kunlari, shaxsiy bayramlarini tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlarning vaqtida kamolini ko'ring. Hilol opam bilan qo'sha qaring. Hamisha yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda, tug'ilgan kun, to'y tomoshalaringizda sizni yaxshi ko'radigan, sizni hurmat qiladigan, sizni qadrlaydigan insonlar hamisha yoningizda bo'lsinlar. Shu xonadondan o'tgan bobolarimizni, buvilarimizni ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Bugun yaxshi niyat bilan yigitlarimiz bilan xonadonimizga tashrif buyurdikki, shu xonadonda bir chiroyli ko'rsatuv yarataylik. Bugungi ko'rsatuv yillar davomida barchamizning xotiramizda muhrlanib qoladigan bir chiroyli ko'rsatuv bo'lsin. Oilaning bir hujjatli filmi bo'lsin. Shunaqa kunlarda bir-birimizni yo'qlamasak, qadrlamasak, ertadan kechgacha bu dunyoni tashvishi ish deb yuguramiz, yinamiz, umrimiz o'tib boryapmiz. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu yillar insonda o'z izini qoldiryapti. Aytadi-ku, men umrni ko'rmay qolibman. Yonganimdan o'tib ketibdi, qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Yuzlarini bir bor ko'rsatmay, suratini chizib ketibdi. Meni hayot jangiga tashlab, kurash deya chorlab ketibdi. Umringiz uzoq bo'lsin. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu hayot o'z sinovlarini yo'llayveradi. Shunaqa chiroyli kunlarda, tug'ilgan kunlarda, to'y tomoshalarimizda bir-birimizni qadrlab, yaxshi niyatlarni aytib, duolarni qilsak,
Biz yoshlar hayotda omadli insonlar qatorimiz, baxtli insonlar qatorimiz. Chunki otalarimiz, onalarimiz, bobo, buvilarimiz duo qilib turibdi. Bizning har ishimiz o'ngidan keladi. Endi an'anaviy savolimiz bor sizga. Santova, Labi. An'anaviy savollarimiz bor. Keling, yonlar bizga deyaptilar-da. Akbar tog'amchi, Akbar tog'am. G'ofur tog'amchi. Akbar Rasulullohning kattalarida endi. Assalomu alaykum. G'ofur tog'am, bayramdan muborak bo'lsin. Endi bitta savol beramiz. Husan tog'a kimni nomidan sizni tabriklab keldik deb o'ylaysiz? Endi topasiz endi shu savolni. Hamma sizni qadrlaydi, sizni yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan insonlar xonadoniga tashrif buyurganlar, mana jon jigarlariz. Lekin bugungi tadbirda kim uyushtirgan? Salohiddin Polvon uyushtirgan. Bitta qarsak bo'lsa Salohiddin Polvonga. Hozir tashqarida ham intervyularni oldik. Bobojonimni tabriklayman deya. Nurali buvasining tug'ilgan kunlariga bordik. Dadasiga aytdi, bugun Husan buvamnikka borsam tabriklaymiz, qilamizmi, bayram bo'ladimi debdi. Keyin Alisherjon aytdi, bo'ladi o'g'lim, bo'ladi. Siz xohlaysizmi? Bo'ladi. Bitta umringiz uzoq bo'lsin, farzandlarni baxtini kamolini ko'ring, Akbar Shohni baxt kamolini ko'ring. Hamisha xonadonlardan yaxshi kunlar tark etmasin, qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Adiba bilan Malika Bononi nomlaridan tabriklaymiz, Alisherbek nomlaridan, Shahzoda nomlaridan tabriklaymiz. Hamma nabirlarimiz nomidan, Salohiddin Polvon nomlaridan tabriklaymiz. Qolaversa o'z tashqarida jiyanlarimizdan hammasi to'lib toshib, Husan buvamning tug'ilgan kunlari deyapti. Ularning nomidan ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Xonadoningizdan baxt, omad, quvonch hech qachon tark etmasin. Yaxshi insonlar qadam uzilmasin. Allohim beraversin. Uylar qiling, to'ylar qiling, yaxshi mashinalarni bining. Inshaalloh vaqt soati yetib kelganda umra, haj safarlariga boring. Hilol opam bilan birgalikda hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlaringizda farzandlar birgalashib saxovat dasturxonlarini yozib, chiroyli yumli to'ylaringizni qilib berishlik nasib etsin. Insonni tug'ilgan kuni kelsa, har yil bir yilga qarab boraveradi. Lekin biz shu ko'rsatuvlarni yaratishdan oldin niyat qilganmiz. Har bir xonadonga tashrif buyursak, bir yilga qarashga emas, Alloh kuch-quvvat bersin. O'ynatib, kuldirib, xursand qilib, niyatlarini eshitib, bir yilga yashatirib ketaylik shu insonlarni deya niyat qilganmiz. Allohga ming qatla shukr. Shu ko'rsatuvlar chiqdi. 5 yil bo'ldimi, 6 yil bo'ldimi boshida yurtdoshlarimizni xonadonlariga kirib, chiroyli yubileylarni, tug'ilgan kunlarini amalga oshirib, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganimizda kimdir yaxshi fikrda aytdi, kimdir negativda ham aytdi. Otasini, onasini tug'ilgan kunida qilib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish shartmidi degan insonlar ham eshitdik. Lekin shu ko'rsatuv biz o'zbek farzandlarini juda ham ko'p tarbiya qildi. Nima uchun? Yillar davomida aytishimiz kerak bo'lgan so'zlarimiz bordi. Ota sizni yaxshi ko'raman, ona sizni yaxshi ko'raman deya aytmagan insonlar ota-onasini tabriklashni o'rgandi. Umrida sovg'a bermagan farzandga sovg'a berishni o'rgandi. Har kunimizda kerak bo'lsa bag'rimizga bosib, ota duo qiling deyishni o'rgandi. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlarning baxti kamolini ko'ring. Akbar Shoh umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Otajonimiz, onajonimiz sog' va salomat bo'lsinlar. Hammalaringizni bugun kun bayram bilan tabriklaymiz. Farzandlarning kamtarona sovg'alari bor. Birgalikda imkon bo'lsa sovg'alar tayyorlab qo'yasizlar. Bir chiroyli musiqalar bilan Husan akamni bir bag'riga bosib tabriklab qo'yamiz. Farzandlar, jigarlar, marhamat qilamiz. Imkon bo'lsa ketdik birgalikda shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Ota-onamiz tabriklab qo'yamiz. Nabirlar, farzandlar, ota-onamizdan qolgan yodgorlarimiz, aka-ukalar. Boringlarga shukr. Guldiroz qarsak yili bo'lib tursin. Bo'lmasida turibman qaddim kirib g'urur taqoyasida, yuribman davrim surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulson o'ngul so'llarim, ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim dadamni soyasida. Dadamni soyasida
Dadamni soyasida yuribman davrim surib. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida yuribman davrim surib. Dadamni soyasida. Bobojon tabriklab qo'yasiz bobojon. Bobojon chora tabriklab qo'ying. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Onam mening jannatim, dadamni soyasida. Muhammadjonlar, Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Onam mening Umrlar uzoq bo'lsin, bayramingiz muborak bo'lsin. Marhamat, sizlarga tabriklab qo'yasizlar. Bemalol. Siz onajon, baxtiyorman men har on, ko'ksim tog' boshim omon. Dadamni soyasida yonimdasiz onajon, baxtiyorman men har on, ko'ksim tog' boshim omon. Dadamni soyasida topganlarim to'y bo'ldi, so'yganlarim qo'y bo'ldi. Topganlarim to'y bo'ldi, so'yganlarim qo'y bo'ldi. Uylarim nurga to'ldi, dadamni soyasida. Bu ko'nglim nurga to'ldi, dadamni soyasida. Uylarim nurga to'ldi, dadamni soyasida. Bu ko'nglim nurga to'ldi. Borini boricha ko'rsatamiz Sandova. Yillar davomida mehnat qilgansizlar. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan qaysidir blogerlarga o'xshab faqatgina kadr ortida chiroyli narsalarni barpo qilib, keyin esa hech narsa yo'q emas, balki yillar davomida to'plangan mehnatlarni ro'yobga chiqarishga harakat qilyapmiz. Bu kunlarga yetishni o'zi bo'lmagan. Yillar davomida mehnat qilingan. Bolalarim kamolini ko'ray, o'g'lim jo'rasidan kam bo'lmasin, qizaloqlarim dugonasidan kam bo'lmasin deya. Biz ishladik, bizdan ko'ra yaxshiroq, xarobroq hayotda yashasin deya ota-onalarimiz mehnat qilgan. Baxt eshik qoqib kelmaydi, lekin mana bugun siz eshikni ochib qo'ysiz, baxtlar qadam qo'yib turibdi. Har bir insonni tashrifi bu baxt. Nasib bo'lsa, xonadoningizda hamisha yaxshi kunlarga tashrif buyurishlik nasib etsin. Hozir bir kayfiyatlarni ko'tarib olamiz, bir chiroyli musiqani qo'yib beramiz. Birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Bayram deb bo'lsa, qarindoshlar, qondoshlar hammalarini taklif qilamiz. Qani ketdik birgalikda. Cho'q qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Opa-singillar, aka-ukalar, marhamat. Ketdik birgalikda. Yagonam mani, dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamassiz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'yingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, onamda ikkimiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi, xo'sh bu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib berkalayman, siz uchun bugun sho'xdan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, onamda ikkimiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani.
boshim bo'lib kel, kunlarim yoritib, tunlarim oyim bo'lib kel, dardim shirik, oqsa kunlarimga, shabnamgina to'ydirman sevging bilan. Erkalay erkaginam kel, azrim to'g'ri, kel chiralar gaplashaylik, donlab unutib, sabab bo'lsin hasratlarim, sen sevging to'lib, baxtimdan quvonib yurib. Sen meni hammadanim to'g'ri, ko'ksimga boshing qo'yib, so'nmaydi jonim so'rab, keyin meni oshiqligim. Sen meni hammadanim to'g'ri, ko'ksimga boshing qo'yib, so'nmaydi jonim so'rab, keyin meni oshiqligim. Dilimga yoqar og'usan, boshim aylantirgan jodusan, kelursin sevgini qilsan, bu qalbimga ziyonsan. Mayli kim nima desa desinlar, tushunmaslarda mayli gulsinlar. Sen meni sev, sevishingchalar, bo'lgansin oshiq devonalar. Sen meni hammadanim to'g'ri, ko'ksimga boshing qo'yib, so'nmayli jonim so'rab, keyin meni oshiqligim. Sen meni
ko'priklarini taklif qilyapmiz. Umringlar uzoq bo'lsin, tana joninglar sog' bo'lsin. Ota-ona tinimsiz mehnat qilar ekan, farzandini baxti kamolini ko'raydi. Duo qiladi, tolini tilaydi, borini beradi. Shu uylanmasdan oldin bitta hayot haqiqatini aytaman-da. To'ylarga chiqamiz, pul topamiz, pulim yig'ilib qoladi-da. 20 million, 30 million nima qilsam ekan deb o'ylayverdim-da. Uylandim, ikkita farzandli bo'ldim. Bugungi kunda olib kelaman, ishlataman, pul yig'a olmayman. Nolishdan emas, ibrat uchun aytayman. Allohga ming qatla shukr. Hayotimiz zo'r. Endi otamni, onamni qadriga yetyapman. Nima uchun? Otam 2 dashlik imoratni danqalagan imoratda qurmagan ekanlar. Nima uchun otam sayohatlarga bormagan ekanlar? Nima uchun otam yangi mashinalarni bo'lmagan ekanlar degan savolimga o'zim bugungi kunda javob topayapman. Chunki bitta farzandni oddiy oliygohda o'qitish uchun bugungi kundagi man degan bitta inamarga 40 ming dollarlik, 50 ming dollarlik mashinani puli ketar ekan, ziyodan kerak bo'lsa. Uni yeb ichishi, kvartirasi, kiyimi va hokazo. Ota-onalarimiz o'sha pulni ishlatmasa zo'r mashinani minsa bo'ladi-ku. Ota-onamiz zo'r onamiz bilan dunyo kessalar bo'ladi-ku. Yo'q, bizni o'ylayaptilar-da. O'g'lim, qizim eldan xalqdan kam bo'lmasin, Allohim omadini bersin deya tinimsiz mehnat qilib bizani o'qityapti, ilmli qilyaptilar. Endi javobimiz inshaalloh nasib bo'lsa ota-onalarimizni umralarga, hajlarga olib boraylik, savobli ishlarni qilaylik, otamizga, onamizga jannatlarda iymondan toj kiydiradigan farzandlar bo'lishlik nasib etsin. Inshaalloh. Duo taqdirni o'zgartiradi deydilar. Ustoz, sizni ko'rib turganimdan xursandman. Duolarni olamiz har safar ko'rganimizda. Bugun farzandlaringizni xonadonda chiroyli kun bir duo qilib qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, xudobolar, aka-singillar, og'aynilar. Mana bugun ukamiz Sonjonning tug'ilgan kunlari ekan. Ukamiz Sonjon kelin bilan qo'shni qarshilar. Doimo sog' salomat bo'lsinlar. Alloh nasib qilsa farzandlarini baxt kamolini ko'rib, umra safarlariga borishni Alloh nasib qilsin. Hamisha xonadonlarida dasturxonlari to'kin-sochin bo'lsin. Xonadonlarida to'yxona, murodxona bo'lsin. Doim sog' salomat bir yursinlar. Xudoyim taolo qancha umr berganimizda shuni kelin bilan qo'shni qarib tatib ko'rsin. Hozir assalomu alaykum. Bayramdan muborak bo'lsin. Farzandlaringizni xonadonlarida chiroyli kun duo qilib qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz qon qarindoshlar, singiljonlarim. Bugungi kun bilan hammalari uchun qalbimdan tabriklayman. Kuyovim bilan Lo'loy qo'shni qarisin. Umrlari uzoq bo'lsin. Rizqlari butun bo'lsin. Kasb-korlariga baraka bersin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni yana 90-100 tasini birgalikda nishonlaylik. Xudoyim yaxshi nabiralarni bersin. Beshi to'ylar qilib beringlar nasib bo'lsa. Qizim Shahzoda oyam institutga kiray deb turibdi, bir qadam qo'ygan. Nasib bo'lsa, Alloh institutga kirib ketib, yaxshi o'qisin. Balalarni baxt kamolini ko'ringlar, bizadek. Chivaralarni ko'ringlar. Hamisha sog' salomat qilib, o'ynab, kulib yurishlaringizni tilakdoshiman. Sog' bo'linglar. Kuy avjida uzilmasin tor. She'r yarmida sinmasin qalam. Yashab o'lmay umrimizdan xor, bu dunyodan ketmasin odam. Umringiz sog' bo'lsin, albatta onajoningizni duolarini olamiz, marhamat. Assalomu
Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Mana bugun ukajonimni tug'ilgan kun ekan. Men ukajonimni tabriklayman. Sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, balalarning baxt kamolini ko'rsin. Kelin bilan qo'sha qarib, yaxshi kunlar ko'rsin iloyim. Yaxshi kunlarda bo'laylik. Hoji ota, hoji ona bo'lishlikni Allohdan so'rayman faqat bularga. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsin. Albatta, marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Tabriklayman ukajonimni, tug'ilgan kunlarimdan. Umrlar uzoq bo'lsin. Shu shaqarisizlar. O'g'illari ham, qizlari ham, farzandlari ham, har doim xonadonlar mana chiroyli to'ylar, podiumlar bo'lsin. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, hamjonlar sog' bo'lsin. Sunnatova tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Hilol opa bugun tabrikladilarmi yo'qmi? Tabrikladilarmi, sovg'a berdilarmi, bermadilarmi? Endi bizani kameralarga muhrlanib qolsa, marhamat Hilol opa, halolingizni, umr yo'ldoshingizni tabriklab, yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasiz. Marhamat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz jigarlarimiz, xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Nima deymiz? Dadajonimiz ilohim Allohdan ikkita so'raymiz, faqat sog' bo'lsinlar. Umrlar uzoq bo'lsin, bizlarga bosh bo'lsin. Rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi farzandlarni tabriklashamizmi? Akbarshoh qani? Akbarshoh keling. Marhamat. Shahzodani taklif qilamiz, Malikani taklif qilamiz, kelinglar. Alisherjon kelinglar. Salohiddin tayyorgarlik ko'rgan, Nabirlar tayyorgarlik ko'rgan-a? Umrlari uzoq bo'lsin, tabriklarni eshitamiz birgalikda. Akbarshoh, padarimizni, buxorizni, onajonimizni tabriklab, duolarni olasiz, marhamat. Xush kelibsizlar. Tabriklayman sizlarni tug'ilgan kunlaringiz bilan. Ayamlar qo'shaqari, baxtimizga sog' bo'linglar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Yomon kun yoshlarimiz. 100 yoshga kirganimizda nasibda shunday inshaalloh. Taqdirlar bo'lsin. Malika marhamat, dadajonimizning yonlaridan keling. Niyatlarni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Bugun dadam tug'ilgan bilan tabriklayman. Kelasi yil Alloh taolo omadini kuch quvvatini bersa, hajga jo'nashga nasib qilsin. Yana bir bor tabriklayman. Vaqtimizga sog' bo'linglar. Faqat duo qilib tursangiz bo'ladi. Bag'ani o'zimiz qo'llab ketyapmiz. Aslida o'ylab qarasak, otamizni, onamizni peshonalaridagi ajinlarda, sochlaridagi qorquroqlarda bizani g'amlarimiz, anduqlarimiz yotibdi-da. Bizani dardlarimiz va insonlarning qaddini bo'kyapti. Inshaalloh yutuqlarimiz bilan bularni qaddini tutaylik. To'ylarimizda bosh bo'lib tursinlar, duo qilib tursinlar. Bobolerim onamning guliga yetolmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Dunyo boyliklari boshimdan sochib qo'ysalar ham otam topgan 3 bo'lsin puliga yetolmaydi. Ota baxtim yo'liga nur sochgan otamsiz, biz uchun uyqu qochgan onamsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, ammo farzandlarni baxtsizlikdan qo'rqgan insonsiz. Biz farzandlar omadimiz bilan, baxtimiz, barakamiz bilan, yutuqlarimiz bilan ota-onamizni quvontirishlik, shodlantirishlik nasib etsin. Oxir paytlarda ko'p narsani tushunib yurganimiz sari to'ydan bir gapni ham aytyapman-da, farzandlar aql ino bo'lsa, ota-ona qaramas ekan. Agar 2 yoshli o'rtasidan sal gapsiz o'taversa, ota-onani qaratib qo'yar ekanmiz, xasta qilar ekanmiz. Kerak bo'lsa bu yorug' olamdan topolmay qolar ekanmiz. Otalarimiz, onalarimiz sog' salomat bo'lib, to'ylarimizda duo qilsinlar. Biz uchun eng katta boylik, eng katta davlat. Umringiz uzoq bo'lsin. Santo'g'ra tabriklaymiz. Shahzoda qani? Shahzoda ham kelsa, dadajonimizni tabriklab qo'ysin. Salohiddin tayyorgarlik ko'rgan. Salohiddin. Bizani Salohiddin chaqirgan o'zi.
Agar Salohiddin bugun bayram qilamizmi deganda biza biyiga kiymasdik. Salohiddin bobojoningizni yaxshi ko'rasizmi? Marhamat, tabriklab qo'yasiz. Terik. Basımızda soğuk olayım. Rahmat, bitta tabriklab qo'ying bobojon quchoq. Marhamat. Ha, aytmayapti-ku. Qistir qilish kerak edi, aytadi-da keyin. Ilhom kelyapti. Bu chiroyli qizning ismlari nima? Muslima qiz. Bugun bobojonlar, buvijonlar bayramlari bo'lyapti. Onajoningizni ko'proq yaxshi ko'rasizmi, bobojoningiznimi? Bobojonlarni yaxshi ko'ramiz. Onajon siz xafa bo'lmaysiz, siz tug'ilgan kuningizda sizni yaxshi ko'ramiz. Bugun bobojonni yaxshi ko'ramiz. Bobojonga katta bo'lsangiz, pullaringiz ko'p bo'lsa, nima sovg'a olib berasiz? Mashina nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Umringiz uzoq bo'lsin, inshaalloh. Tilimizdan chiqqan har bir so'zlarga farishta amin deydi. Tabriklab qo'ying, sizlarni yaxshi ko'raman deb. Tabriklab qo'ying. Bobojon sizni yaxshi ko'raman. Bobojon sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsangiz, ko'ppa sog'lom bilaman. Qo'ying, tabriklab qo'ying. Bir quchoqlab yuzlaridan olib qo'ying bobojonni. Boy bo'laversinlar bular, nasib bo'lsa, inshaalloh bilan rohatini ko'ring, dadajonimizdan, ayojoningizni tabriklab qo'yasiz, marhamat. Dadajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlab kiring. Doimo bizning baxtimizga sog'-omon bo'laylik. Ayam bilan bizning baxtimizni ko'rishni nasib qilsin hammamizga. Umra xas tabriklarga borish nasib qilsin. Niyat qilamiz inshaalloh, niyat qilamiz. O'zbekistonimizda kambag'al qolmasin. Hamma boy bo'lsin, barchani omadini bersin, bemorlarga shifoi komil bersin. Alshijon bizning yonimizdan keling-da. Husan tog'a. Bilmadim bu boshqalar qanday fikrda, Husan tog'am xarakteri, qanday bo'lsa Alshir xarakteri ham shundayda. Ikkovlarning xarakteri bir xil. Ko'rsinglar, topishgansizlar lekin bitta qarsak bo'lsin. Albatta siz beramiz. Alfijon, tabriklab qo'yasiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Hamisha qanday darvozalarni ochiq bo'lsa, ana shunday ochiq bo'lsin. Yaxshi kunlarda kelinglar faqat. Amanki nima desalar, xo'p degan, nima Xudo aka. Nima desalar, xo'p degan. Hech qachon amanki nito gapirsalar ham, boshqa qilsalar ham, urishsalar ham xo'p, mayli. Nima desangiz xo'p deyman, nima? Hozirgacha xo'p deyman. Nega xo'p deysan? Avvalambor turmush yo'ldoshi hamisha xo'p deydi. Hech qachon yo'q. Akimga kattaga rahmat, shunday qizni tarbiyalab, menga shunday qilganlar uchun kattaga rahmat. Avvaliga rahmat, kattaga. Men hamisha hech qachon yomonlik ko'rmaganman. Hamisha yaxshi kunlarda nima desalar xo'p deb. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. 100 yoshlarga kirib, Xudo bergan umrni ko'rib, yashab yursinlar, shu navara baxtlariga sog' bo'lib, to'ylarida shu navara, avara, duvara bosh bo'lib yursinlar. Hamisha xonadonlariga yaxshi kunlar keladi.
hajidagi narsa bo'lsa shu Akbar Shoh bilan jo'ratamiz degan niyatni yurtimiz. Ikkolarni ham ana qilib nasib etsa yuboramiz. Shu qizlari Akbar Shoh boshlig'iga yuboramiz. Yaxshi kunlarga kelinglar, faqat yomon kunlar ko'p bo'lmasin, faqat shu dasturxonlar ochiq bo'lib, xursandchilik bilan shu dasturxonlar ochiq bo'lib yuraversin. Akajon, kattaga rahmat. Shu Salohiddin degan nomidan kelganlar uchun kattaga rahmat. Salohiddin lekin ishini aytib o'tiribdi hozir, lekin bitta aytayapti. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Hayotda hamisha yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Sonto'g'a nima uchun Alisher sizni hurmat qiladi? Bilasizmi? Chunki siz shunday qizni dunyoga keltirib, birgalikda Lo'lafam bilan chiroyli tarbiya qilgansizlar. Bugungi kunda Malika juft halolni hurmat qiladiki, shuni orqasidan Alisherjon sizlarni hurmat qiladi. Agar Malika hurmat qilmaganda, Alisher shunday hurmat qilarmidi? Hurmat qilmasdi. Boringlarga shukr. Ularning rohatini ko'ringlar, farog'atini ko'ringlar. Osmonda yulduzlar oila ko'paysin. Zaminda jilg'ayi soylar ko'paysin. El ichida nochor va bechoralar emas, iymon e'tiqodli boylar ko'paysin. Andishali edi momolarimiz, saxovatli edi bobolarimiz, ularga o'xshasin bolalarimiz. Ot o'rnin bosquvchi toylar ko'paysin. Ilohim yurtimizda boylar ko'paysin. Ey baxil, gapirma yurtni to'yini. Hasad ila sanama mol qo'yini, mayda baland qilib, ko'rkam qilib qursin uyini. Yurtimizda obod joylar ko'paysin. Saxovatli, dini diyonatli boylar ko'paysin. Chanqasang suv so'rab soyga borasan. Zoriqsang pul so'rab boyga borasan. Ey do'stim, hamma nochor bo'lsa, ayt qayga borasan? Yurtimizda saxovatli boylar bo'lib chiqaversin shu nabiralar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bitta qarsaginglar bo'lsin. Ani dostonlarning o'zlariga mikrofonlarni havola etaman. Xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarga xush kelibsiz deb qo'yasiz. Albatta mana akajonlarimiz, yangajonlarimiz birgalikda buvam, onamlar turibdilar. Hammalariga rahmatlarni aytib qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Shu tavba ayyorga kelganlarga hammalaringizga rahmat. Amakim boshligida hojonamlar, akamlar, hojonlar, jiyanlarim, kelinoylar, jiyanlar, hammalaringizga rahmat. Sizlarning ham xonadonlaringizda mana shunaqangi yaxshi qo'ygan kunlar ko'p bo'lsin. Mana shunaqa davlat ayollarni uzoq yillar davomida birga o'tkazaylik. Yuzlarga kelganda ham hamma og'aynilar ko'paylashib, yaxshi kunlarimizni birga qilaylik. Shuning uchun hammalaringizga katta rahmat. Rahmat, salomlar bo'lasizlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Salohiddin bitta qo'shiq aytmoqchi bo'lyapti-yu, lekin jur'ati yetmayapti. Agar sizlar qo'llab tursangiz birgalikda aytamiz. Chiqsa ham, chiqmasa ham aytamiz. Nasib bo'lsa, o'xshab qoladi. Birgalikda, marhamat. Aytamizmi? Aytamiz. Salohiddin. Shahriyorjon bitta musiqasini to'layinglar. Musiqasini to'laysiz ilhom keladi-da. Imkon bo'lsa, tortlarni, bayram tortlarini tayyorlab turinglar, birgalikda bayram tortlarini Salohiddin qo'shig'idan keyin bemalol taqdim etamiz, rasmlarga tushamiz, birgalikda esdalik uchun. Hozir Salohiddin bir Nural buvasini tug'ilgan kunida aytuvdi-da, qo'shiqlarni qo'yib beruvdilar, hozir boshi esimga kelmayapti deyapti-da, lekin hozir birgalikda topamiz, boshimizda to'g'ri. Rabi? Ha, bayram tortlarini beraveraylik, unga qadar biz tayyorgarlik ko'rib olamiz. Marhamat qilamiz, imkon bo'lsa bitta chiroyli qarsaklar hamda musiqalar sadosi ostida bayram tortlari hayot shirinliklarini birgalikda topshirib qo'yamiz. Tug'ilgan kun sohibalariga marhamat.
Alohida keling bobojon zollariga. Marhamat. Shoshmay turing. Birgalikda Hilol opam bilan birgalikda ishlab olyapmiz sizlar. Marhamat. Qarsagilar bo'lib tursin. Sabrlardan o'tgan bu shukronalarim ayta mehrga yuz tutgan baxt bu oqibatda sharaflimiz shu kunlarga biz loyiqmiz qarang qanday ayrimiz Hilol opa, Husan akamga yedirib qo'yasiz, endi bugun tug'ilgan kunlari. Qancha erkalik qilsalar erkaliklarini ko'tarasiz. Akbar Shoh, Shahzoda kelinglar, marhamat. Birgalikda dadashovlaringizni yedirib qo'yinglar. Malika kelinglar. Marhamat. Qarsaginglar bo'lib tursin, qarsaginglar bayramlar muborak bo'lsin. Husan tog'a siz ham yedirib qo'ying, qarz bo'lib qolmang. Albatta, hamma navaralarga yedirib qo'yadilar. Husan tog'am yoshlari kirib yursinlar. Husan tog'amdek ko'ngli ochiq, halol insonlar bo'lsin. Hilol opamga yedirib qo'ying, Hilol opamga. Qarsaginglar bo'lsin, qarsaginglar. Ana kichkintoylarga yedirib qo'yavering. Hamma kichkintoylar kelasizlar. Salohiddin, bobojonga yedirib qo'ying, bobongizga. Bobongizga yedirib. Onajoningizga yedirib. Onajoningiz qolib ketyapti. Onajonga ham yedirib qo'ying, onajonga. Alishjon, siz ham yedirib qo'ying. Marhamat. Nabirlar bemalol bobojonlaringizga, buvijonlaringizga yedirib qo'yasizlar. Farzandlar kelib bemalol o'zlariga onajonlariga yedirib qo'yaveringlar. Bayram hammamizniki. Begonasi yo'q, hamma qarindosh, qondosh, marhamat. Kelinglar, hammalaringiz. Ayajonlaringizga, buvijonlaringizga tortlarni yedirib qo'yinglar. Oling. Son buvalarim to'ydir ekan bular bugun. Umringlar uzoq bo'lsin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat, salomat bo'lasizlar, umringlar uzoq bo'lsin. Shirinliklarni chekkaroq olib qo'yamiz. Shirinliklarni chekkaroq olib qo'yamiz. Marhamat. Husan tog'a o'yin kulgu qilamiz, hazil huzur qilamiz. Allohga ming qatla shukrlar aytamiz dunyomiz tinch. Xalqimiz omon. Butun dunyoda urush, mojaro bo'layotgan bir paytda O'zbekiston katta hayot yo'lida dadil qadam tashyapti. O'zbekistonni
yoshlardek baxtli yoshlar yo'q bu olamda. Nima uchun? Chunki yoshlar ota-onalarimiz duo qilib turibdilar. Yo Robbiy, farzandlarimizga omadini, baxtini, barakasini bergin deya aytgan so'zlari ila bugun tuproq olsak oltinga aylalyapti. Har ishimiz, yurishlarimiz oson yechim topyapti. Buning uchun boshimiz yerga tekkancha ta'zim qilamiz. Xonadonlarimizdan yaxshi kunlar tark etmasin, shu xonadondan o'tgan bobolarimizni, buvilarimiz ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin, qolganlarning iymonini bersin. Ota-onalar mehnat qilyapti, bundan keyin faqat farzandlarni kamolini ko'rib, boy bo'lganlarini ko'rib, faxrlanib yurishlik nasib etsin. Shu xonadonga faqat yaxshi kunlarda tashrif buyuraylik. Bayramdan muborak bo'lsin, Nodir aka, bugun xursandchilik kun. Marhamat, niyatlarni eshitamiz. Hammamizga oilalarimiz vaqtida sog' bo'lsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlari yetsin. Tabriklaymiz yana bir marta. Qolganlari stol atrofida davom etaveradi deyaptilar. Yo, eshitmadingizda, kadrni ko'ramiz, videosini ko'ramiz. Hozir yana bitta talab bo'lyapti. Kimni taklif qilamiz? Sunnatullohni taklif qilamiz. Usmon akani taklif qilamiz. Usmon aka keling. Bizda Husan jo'ra ko'rinmayapti lekin. Yo'q, ko'rinmayapti shu. Fatima bizlar bilan jo'rachilik qiladi, lekin Husan ko'rinmayapti shu. Ha, pochcha shedalami? Pochcha keling bizlar yonimizdan. Pochcha keling. Keling. Umringiz uzoq bo'lsin. Pochcha keling, men yonimga keling. Ha. Alshir yonimga kelingda. Amir Temurga pochcha desa bizda shaharda yurib olgan ekanda. Alshir ham pochcha desa deyapti-da. Alshir pochcha yaxshilab ushlang yonlarida turing, sizga bir narsa deyadi bugun. Umringiz uzoq bo'lsin. Bayramdan muborak bo'lsin, hazil-huzur qilamiz, tabriklarni eshitamiz marhamat. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, ota-onalarning baxtiga sog' bo'lsin. Zahmatimizga sog' bo'lsinlar. Rahmat, qarsak bo'lsin, bolajonlar to'xtaydi. Marhamat. Usmon aka, akajon keling, yaqinroq. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Sanjon ukamizda tug'ilgan kuni ekan, tavallud kuni ekan, yuzga kirishadi. Shu bir shupulagan ash navolar vaqtiga kelini vaqtiga sog' bo'lsin. Bu Sanjon bilan necha yildan beri birga ishlashganmi? Ham aka-uka bo'ldik, ham xudochilik bo'ldik. Sanjon bilan. Bir nassa aşağı oğaylarına bir şey okuyuşta oluktuğunu gitti. Biz ana. Davramız kiyim oldusa. Akakçinin abadiysi yaş külede aşağı iştirak edelim. Çok yaparken huzur oğaylar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hozir Muhammadga ummat bo'lgan kunimiz bilan tabriklaymiz. Dunyo birga turing. Baxtimizga sog' bo'ling. Bizga boshqa bo'ling. Yaxshi kunlar bo'lsin. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Amma gapi qo'shilamiz. Sog'-salomat bo'ling. Ajiylar maqtiga hamma vaqtiga rasol. Babamiz faqat menga yursin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Tabriklaymiz. Keling, salohida qabul bo'lyapti, salohida. Menga navbat berib ko'tyapsiz deyapti. Ishlamiz hammamiz birgalikda, marhamat. Musiqalarni qo'yib bering, balandroq qilib, o'zi ham qo'shilishni aytinglar, marhamat. Ishlamiz, hamma qarsanglar bo'lsin. Qo'llab turamiz.
bo'laman mehrim tarafim farzim arzim sharafim onam hoji bo'laman onam hoji bo'laman onam poyida otamning duoyida Rahmat. Hamma ketgandan keyin alohida o'zlariga aytib beradilar. Nasib bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, tani jonlaringiz sog' bo'lsin. Endi birgalikda marhamat qilamiz. Imkon bo'lsa ustoz keling bizning yonimizdan. Marhamat. O'rtoqlar keling bitta rasmlarga tushirib olaylik sizlarni. Yigitlar kelinglar. Xonadonlaringizda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kuni ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrigi yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida sahifalarimiz ishlab turibdi. Bezovtamagan bo'lsa, eng bor bo'lsin. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Salomat bo'lasizlar.